Assalomu alaykum barchaga. Bugun bizda yangi rubrika. Biz mijozlarimiz bilan ularning Isuzu haqida bo'lgan fikrlari va Imagine bilan hamkorlik haqidagi fikrlarini bilib o'tamiz. Bugungi bizning mehmon, ya'ni biz bugun ularda mehmon bo'lamiz. Mission Foods kompaniyasi rahbari Rahmonov Abduvosiq aka. Assalomu alaykum. Ismim Abduvosiq Rahimjonov, Mission Foods kompaniyasining rahbariman. Bugun sizlarga o'zimizdan kompaniyamizning faoliyati, servisimiz haqida gaplashamiz. Birinchi korxonangizga xarid qilgan avtomobilingiz qaysi avtomobil bo'lgan? Birinchi olgan mashinamiz bizda adashmasam Gazel bo'lgan. Gazel Sobel deyiladi. Keyinchalik ishimiz ko'payib, mijozlarimiz kengayib bo'lgandan keyin mashinalarni ko'paytirib borganmiz. Hozirgi kunda Toshkent shahar va respublika bo'yicha 15 ga yaqin avtomobillarimiz bor. Bu 3 tonnali yuk tashuvchi mashinadan boshlab 10 tonnaligacha. Asosiy qismi, hozirgi kunda asosiy qismi Isuzu brendiga tegishli bo'lgan mashinalar.